TikTok nimaligini hammamiz yaxshi bilamiz. Bu dastur haqida bilmaslik mumkin emas. Bilamizki, u yerda kulgili roliklar va turli xil chalinishlar suratga olinadi, lekin bugungi videomiz hech qanday rolik yoki chalinishi haqida bo'lmaydi, balki aynan shu roliklar ichida tasvirga tushib qolgan hayajonli va qo'rqinchli hodisalar to'g'risida bo'ladi. Ogohlantiramiz, yuragi bo'shlar kormasin. Kormoqchi bo'lganlar esa like tugmachasini bosishini va kanalga obuna bo'lishini so'rab qolamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. TikTok foydalanuvchisi musiqa ostida ba'zi raqs harakatlarini bajarishga harakat qilmoqda, ammo videoning asl mohiyati raqsda emas, balki tasodifan sodir bo'lgan dahshatli daqiqada qiz telefon ekraniga qarab harakatlarni davom ettirayotganda, lekin uning orqasida nima bo'layotganini sezmay qoldi. Agar videoni sekinlashtirsangiz, qizning chap yelkasi tomonida yonib turgan kozlar bilan oqarib ketgan yuzni ko'rishingiz mumkin. Muallif uning orqasida sharpa borligi haqida xabar berilgandan so'nggina videoni TikTok akkauntidan o'chirib tashlaydi. ismli ayol o'zining TikTok akkauntiga o'zining raqs videosini yukladi. Bunday ayol katta ishtiyoq bilan raqsga tushdi va qo'shiq aytdi. Kutilmaganda uning yonidan qora figura o'tib ketdi va g'oyib bo'ldi. Bu harakat odamnikiga o'xshash, lekin juda Ba'zi foydalanuvchilar bu holatni montaj yoki sahnalashtirilgan harakatdan boshqa narsa emas deb o'ylashdi. Boshqalari esa bu haqiqiy arvoh ekanligini ta'kidladi. Siz bu haqida nima deb o'ylaysiz? Ushbu TikTok videoda biz bolaning otasini ko'rayapmiz. U o'g'lining kravatini suratga olayotganda, u yerda yana bir bolaga ko'zi tushadi. Bola yonbosh bo'lib yotganda, bolaning otasi buni payqagandan so'ng xonadan tezlik bilan chiqib ketadi, lekin ota kravatdan uzoqlashganida bolakay to'satdan oyib bo'ladi. Bu galati shakl balki oldir yoki o'yinchoq. Men adashgan bo'lishim ham mumkin, ammo bolaning otasi hali ham nima ekanligini tushunmagan. Ikki yigit mahalliy qabristonni suratga olishmoqda. Ular hozir nima bo'lishidan gumon ham qilishmayapti. Video TikTok'ga yuklangan. Ular qabristonda bir necha soat qolib ketishgan. Bu yerda yigitlar Galateyskiy qabrni payqashdi. Uning chekkasi negadir ochilib qolgandi. Aynan shu qabr ularning qiziqishini orttirdi. Qabrning o'ziga jalb qilgan tomoni shundan keyin u yerdan kimdir chiqmoqchi bo'lgandek go'yo operator kamerasini teshikka yaqinlashtiradi va bu holat kuzatiladi. Bu boshliqdan tirnoqlari bo'lmagan qo'l ko'rinadi. Qo'l haqiqatdan to'lik odamnikiga o'xshaydi. Nima deysiz, bu qabrda rostdan ham armoq ko'rindimi yoki qo'l professional montajchi tomonidan ishlab chiqildimi? Men bu yerda boshqa haqiqatlarni ko'rmayapman. Fikringizni kommentariyada qoldiring. Jordan ismli TikToker do'sti bilan yomg'irli yo'lda ketayotib yolg'iz ayolning yo'lini kesib o'tayotganini ko'rib qoldi va to'xtab yon tomonga burildi. Yuzi esa kulrang yoki kiyimi kabi oqarib ketgan edi. Ehtimol bu yo'ldagi yana bir masxarabozlik va ular meni yo'lning o'rtasida bunday qilishdan qo'rqmayotganliklari ajablantirdi. Lekin bitta narsa bor, bu videoni sekinlashtirganda uning ko'zlari odam uchun qanday g'ayritabiiy ekanligini va u ko'zlar hayvonnikiga o'xshaganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi shu do'stlar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Mana shunday videolar yana chiqishini xohlasangiz, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Ko'rishguncha deb qolamiz.